5 ta. 5 ta. Ashunaqa Qayratga ulanmi, boshqasi yo'q. Lo'li kapa yurmaymizmi? Men maqtana olaman. 5 turgandan keyin maqtanish kerak. Qayratga молодец, lekin bizni bog'lar hali kungi 5 ta uchun jicha kasoschami, bir narsa o'ynatib qo'yishdi endi o'zlaricha. Mbappe 3 turdi. Mbappe 3 turdi. Mbappeda 2 ta o'yinda 5 turibdi. Ikkinchi 5 ash uchun. Albatta, bu Toshbaqa ham qattiq o'ynaydi. O'zi bir sezonda boshidan beri bir 27 tacha bo'lib qoldi goli. Nechta uraverar ekan bu sezon deb hayron qolyapman. Rodrigo jicha ko'proq o'ynash kerak deb tuyulmayaptimi sizlarga? Menga shunaqa tuyulyapti. Jicha sal ko'proq o'ynash kerak deb tuyulyapti. Arda Güler ham yaxshi joy-joyiga tushyapti. Mbappeda endi aytmasam tepchani gol urardi. Ammo bitta to'po'rak oshnangiz bo'lgani yaxshida oldingizda. Aytyapti, oshna o'tgan hafta haligi Jelo ham birinchi Qozog'istonga kelib, keyin bu yoqqa keluvdi. Real ham bu hafta keladimi Toshkentga? Yo'q, Namanganga, Navbahorga kelar ekan. Bir biletlar surishtirib baxchi deb ishga solib qo'ydim.